O'zbek fuqarolari ogoh bo'ling. O'zbekistonda ayanchli fojia sodir bo'ldi. Afsuski, odamlar alanga ichida qolmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabardan u yerda bo'lgan insonlarning oila a'zolari va yaqinlari darhol xabardor bo'lishlari uchun video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 16 iyun kuni soat 18:35 da Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'ini Amir Temur ko'chasida joylashgan El Baraka, Ul Haq, MCJ hamda Lider Bazar YTTga tegishli oziq-ovqat va qurilish mollari savdo do'konlari hamda omborxonasi yonayotgani to'g'risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Navoiy viloyatining Uchquduq tumanida oziq-ovqat qurilish mollari, savdo do'konlari hamda omborxonada yong'in chiqdi. Bu haqida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Xabarga ko'ra, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda 6 ta yong'in qutqaruv ekipaji jalb etilgan. Qutqaruv bo'linmalari hodisa joyiga 18:38 da yetib borib, soat 19:06 da yong'in qurshab olingan va soat 20:05 da to'liq bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida savdo va qurilish mollari do'konlarining taxminan 300 kvadrat metr maydoni yonib zararlangan. Savdo do'konlarining 2000 kvadrat metr maydoni yong'indan saqlab qolingan. Tan jarohati olgan fuqarolar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Shu kuni soat 22:16 da Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi noturar qarovsiz bino sodir bo'lgan. Yong'in oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, 3 kishi turli darajadagi tan jarohatlari oldi. Bino oldida turgan 3 ta avtomobil ham yonib ketgan deyiladi xabarda.